O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2025-yil 26-dekabr kuni Oliy Majlis va xalqimizga yo'llangan murojaatnoma mamlakatimiz taraqqiyotining yangi bosqichini belgilab beruvchi muhim siyosiy hujjat bo'ldi. Unda yangi O'zbekistonni barpo etish yo'lida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar, ijtimoiy iqtisodiy rivojlanish, innovatsion o'sish hamda jamiyat farovonligini ta'minlashga qaratilgan ustuvor yo'nalishlar aniq va ravshan belgilab berildi. Mazkur murojaatnomada ilgari surilgan g'oya va vazifalarni joylarda keng targ'ib qilish, aholiga tushunarli tarzda yetkazish maqsadida respublikamizning barcha hududlarida targ'ibot, tashviqot tadbirlari tizimli ravishda tashkil etilmoqda. Jumladan Beruniy tumanda ham umumiy o'rta ta'lim maktablarining ishchi xodimlari ishtirokida Prezidentimiz murojaatnomasida belgilangan 6 ta ustuvor yo'nalish asosida mazmunli uchrashuv va tushuntirish tadbirlari o'tkazildi. Tadbir davomida yangi O'zbekistonda ijtimoiy, iqtisodiy sohatlarni izchil davom ettirish, iqtisodiy o'sish va aholi farovonligini oshirish, zamonaviy davlat boshqaruvi tizimini shakllantirish, adolatli sud-huquq tizimini mustahkamlash, konstruktiv tashqi siyosat yuritish hamda taraqqiyot strategiyasining ustuvor yo'nalishlari keng yoritib berildi. Ayniqsa 2026-yilning mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili deb e'lon qilinishi mahalla institutining jamiyat hayotidagi o'rni va ahamiyatini yanada kuchaytirishga xizmat qilishi ta'kidlandi. Shuningdek, murojaatnomada aholida urg'u berilgan texnologik va innovatsion o'sishga o'tish masalalari tadbir ishtirokchilarida katta qiziqish uyg'otdi. Sun'iy intellektni rivojlantirish, data markazlari tashkil etish, kosmik dasturlarni kengaytirish, yashil energetikani joriy etish, ekologik muvozanatni ta'minlash, zamonaviy kasblar va yangi mehnat bozori arxitekturasini shakllantirish kabi yo'nalishlar kelajak avlod manfaatlariga xizmat qiladigan muhim qadamlar sifatida e'tirof etildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis senatorlariga va O'zbekiston xalqiga murojaati to'g'risida barcha umumiy o'rta ta'lim maktablarida mana shu murojaatning yetkazib borish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Mana shu O'zbekiston Respublikasi Prezidentining murojaati o'z navbatida bizning mana shu ta'lim sohasidagi ham katta o'zgarishlar sodir bo'lishi albatta bizlarni quvontirdi. Bunday targ'ibot tadbirlari aholining siyosiy, huquqiy ongi va faolligini oshirish, islohotlar mohiyatini chuqur anglash hamda ularni hayotga tatbiq etishda keng jamoatchilikni faol ishtirok etishga undashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Buni o'qib qo'yishni unutmang. Beruniyning ichindagi ne gap so'z bo'lsa, hammasi shu yerda bo'ladi. Podpiska knopkasini bosib qo'ying.